Joriy yilning 24-aprel kuni Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev raisligida hudud va tarmoqlarda iqtisodiy o'sishni ta'minlash bo'yicha birinchi chorak yakunlari tahlili va yil yakuniga qadar ustuvor vazifalari yuzasidan o'tkazilgan video selektor yig'ilishida yanvar-mart oylarida byudjet daromadlari o'tgan yilga nisbatan 35% ga ko'payib 103 trillion so'mga yetgani hamda mahalliy byudjetlarda qo'shimcha 2 trillion 200 milliard so'm mablag' shakllangani qayd etildi. Shundan 1 trillion 400 milliard so'm tuman va shaharlar ixtiyorida qolishi aytib o'tildi. Shuningdek, islohotlar natijadorligi tahlil qilinib, energetika, investitsiya, turizm, eksport va logistika, yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashish, oziq-ovqat xavfsizligi hamda kichik va o'rta biznesni rivojlantirish tarmoqlarida olib borilgan ishlar yuzasidan tanqidiy fikrlar bildirildi. Jumladan, bu yil banklar orqali kichik va o'rta biznesni rivojlantirishga 140 trillion so'm berilishi aytib o'tilib, kichik biznesga berilgan har 1 milliard so'm kredit hisobiga respublika bo'yicha 5 ta tumanning har birida bor yo'g'i 3 tadan ish o'rni yaratilgani tanqid qilindi. Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanida ham bor imkoniyatdan to'liq foydalanilmayotgani aytib o'tildi. Hurmatli Prezidentimiz tomonidan video selektorda berilgan topshiriqlardan va tahliliy materiallardan xulosa qildikki, aniq rejalar bilan yarim yillikda nima ish qilasan, yil yakunigacha qanday ishlarni amalga oshiriladi, shularni o'zimiz tahlil qilib, rejalarni belgilab oldik. Albatta bizni tumanimizda ham tanqidiy holatlar bor edi. Jumladan shu har bir ajratilgan kredit evaziga yaratilayotgan ish o'rinlari soni bo'yicha tanqidga uchradik. Haqiqatan to'g'ri. Chunki yirik kreditlar ko'p ish o'rini yaratish kerak. Bizda ham kreditlar ajratilgan, lekin afsuski o'sha doimiy ish o'rinlari emas, balki o'zini o'zi band qilish bilan shakllangan holatlari mavjud. Xulosa qilgan holda asosiy kredit mablag'larini o'sha ko'p ish o'rini yaratuvchi o'rta va yirik loyihalarga ajratishni bankirlarimiz bilan kelishib oldik va u bo'yicha yo'l xarita qilyapmiz. Bundan tashqari o'sha sanoat o'sishimiz birinchi chorak yakunida 102% ga erishgan bo'lsak, hozir yarim yillikda shu bu ko'rsatkichni 108.2% ga yetkazishni o'zimizga reja qildik. Xizmatlar ko'rsatishni ham 115.7% ga yetkazamiz. Shu bilan birgalikda yarim yillikda ham investitsiya, chet el investitsiyasini o'zlashtirishni 60 million dollardan oshiramiz. Kichik va mahalla biznes yo'nalishlari bo'yicha 8 milliard 900 million kredit mablag'lari moliyalashtirilib, bugungi kunda 81 ta yangi ish o'rinlari yaratilgan. Hamda ushbu ko'rsatilgan kamchiliklar bo'yicha, ya'ni mikro loyihalarni ishga to'liq tushirilmaganligi bo'yicha ish tashkil qilgan biz va bugungi kunda ushbu bandliklarni ta'minlayapmiz va kelgusida ushbu berilgan rejalarni 2 karra amalga oshirgan holatda ushbu berilgan mikro loyihalarini va ish o'rinlarini to'liq ta'minlab beriladi. Shuningdek, loyiha tanlashda, kredit resurslarini ishlatishda sun'iy intellekt kerak, lekin viloyat tuman bankirlarini sun'iy intellektga o'qitib, kredit resurslarini tumanga eng katta samara beradigan loyihalarga yo'naltirishni o'rgatish ishlari sustligi tanqid qilindi. Joriy yilda Bo'stonliq tumanimizda ham sun'iy intellekt doirasida tadbirkorlarni va mahalliy aholining daromadini oshirish bo'yicha turli xil loyihalar tashkil qilinmoqda. Rejamizda bor. Investitsiya jalb qilingandan so'ng Prezidentimizning qarorlariga, farmonlariga asosan Bo'stonliq tumanimizda ham quvvat kuchli korxonalarni aniqlab, o'sha sun'iy intellekt bilan ularning daromadini oshirish yo'llarini tuzib chiqamiz. Hozirda bu narsa rejamizda turibdi. Bo'stonliq tumanida 2026-yil yanvar-mart oylarida mahsulot ishlab chiqarish hajmi 671.5 milliard so'mga yetib, o'tgan yilga nisbatan 102.2% ga o'sgan. Shuningdek, 831.7 milliard so'mlik xizmatlar ko'rsatilib, o'tgan yilga nisbatan 115.5% ga yuksalgan. Qishloq xo'jaligi 101.1% ga ortib, kutilma -0.9 bandga bajarilmagan. Yig'ilishda yurtboshimiz kimda-kim birinchi chorak ko'rsatkichi yaxshi bo'ldi. Yil yakuniga qadar ham shunday davom etadi deb xotirjamlikka berilsa, xato qilishni ta'kidladi. Bo'stonliq tumani bilasizlar, turistik rekreatsion zona deb e'lon qilingan Hurmatli Prezidentimiz tomonidan va asosiy driver loyihalarimiz ham turizm bo'lgani uchun shu suv ombor atrofida ko'pgina yerlarimiz tartibsiz ravishda turizm bo'lardi. Hozir buni to'liq master planni o'sha Chorvoq erkin turistik zona bilan birgalikda ishlab chiqqanmiz. Master plan o'zi tasdiqlanish jarayonida, ya'ni vazirlik idoralariga kelish uchun yuborilgan. Agar bu master planni amalga oshirsak, uni lotlarga bo'lganmiz va auksion orqali sotib investorlarni jalb qilsak, u yerda ham shu 1 yil ichida 60 gektardan ziyod yer maydonini auksionga qo'yib sotish va u yerda yangi loyihalarni, shu madaniy va tartibli turizmni
targ'ib qiluvchi loyihalarni amalga oshirmoqchimiz. Bo'stonliqda yer, suv, energetika, inson resurslari yetarli bo'lib, investitsion jozibadorlik bo'yicha respublikada yetakchilardan sanaladi. Shu vaqtga qadar tumanda investitsiyalar jalb etish bo'yicha 2025-2027 yillar uchun umumiy qiymati 3,2 milliard dollarni tashkil etadigan 170 ta yirik loyihalar ishga tushirilib, 8795 ta yangi ish o'rinlari yaratilishi ko'zda tutilgan. 2026 yilning birinchi yarmida 34,9 million dollarlik 6 ta hamda yil yakuni bilan 121,6 million dollarlik 33 ta loyihalar ishga tushirilishi maqsad qilingan. Loyihamizning umumiy qiymati 8 million AQSh dollar bo'lib, hozirgi kunda 20 ta ishchi o'rin yaratganmiz. Bular faqat test jarayoniga jalb qilingan xodimlar. Test jarayonlari tugagandan keyin qo'shimcha yana 60 ta ishchi o'rinni ochamiz. Shu bilan birga o'sha korxonamizdagi hozir mana amalga oshirilayotgan jarayonlarda 20 ta dona o'sha xodimlar ham o'quv jarayoni bo'lyapti, ham apparatlarni o'rganyapti, ham dori tayyorlash jarayonlarini birgalikda amalga oshirmoqda. Mana xabarimiz bor, yaqinda davlatimiz rahbari selektorlari bo'lib o'tdi. O'shanda ham katta tanqidlar bo'ldi. Mana tuman hokimligi bizga shu infrastrukturadan, mana suv, svet, gaz tomonlama yordam berib turishdi, doim aloqada. Nimadir muammolar bo'lib qolsa, nimadir kamchiliklarimiz bo'lib qolsa, ular bilan har doim aloqada biza masalalarimizdan imkon qadar yechib berishga harakat qilishmoqda. Bo'stonliq tumani O'zbekiston Shvetsariyasi nomini olgan go'zal va betakror maskandir. Asosiysi poytaxtga yaqin manzil bo'lgani, mahalliy va xorijiy sayyohlar uchun qulay maskanga aylanib, cheksiz imkoniyatlarni vujudga keltirgan. Bu bo'yicha mutasaddilar 2026 yil yakuniga qadar umumiy sayyohlar tashrifini 17 million nafarga yetkazish, jumladan xorijiy sayyohlar sonini 600 ming nafarga, turizm eksportini 245,4 million dollarga yetkazishni maqsad qilgan. Shuningdek, yil yakuniga qadar 156 million dollar qiymatidagi 1300 o'ringa ega 29 ta yirik dam olish maskanlari hamda 32 ta oilaviy mehmon uylarini ishga tushirish va buning natijasida 1670 ta yangi ish o'rinlari yaratish mas'uliyati zimmalariga yuklatilgan. Sog'lomlashtirish markazimiz Bo'stonliq tumani Qoranqul mahalla fuqaro yig'inida joylashgan. Hozirgi kunda obyektimiz 80% ni ortig'i qurib bitkazilgan. 85 ish o'rni yaratilgan. Mahalliy aholini ish bilan ta'minlaganmiz asosan. Elektr energiyasi, gaz ta'minoti, boshqa kommunal ta'minotlar bo'yicha hech qanaqa muammolarimiz yo'q. Hamma tashkilotlardan o'zlari kelib, hatto hokimning shaxsan o'zlari kelib, bizlarga qo'l kelgancha yordamni beryapti. Hozirgi kunda investorlarimiz bor bizani chet eldan kelgan. Ko'proq shartnomalar tuzishda hokimning investitsiya bo'yicha o'rinbosarlari yordam beradi. Kechagi kunda prezidentimizning yig'ilishida yana topshiriq berdilar. Ya'ni hokim yordamchilari bizlarga yanada ko'proq yordam berish masalasi bo'yicha men o'ylaymanki, bundan keyin yanada muammolarimiz tezroq hal bo'ladi. Hozirgi murakkab davrda global oziq-ovqat xavfi vujudga kelayotgani va unga murosasiz kurashish zarurligini davrning o'zi taqozo qilmoqda. Jumladan go'sht va kartoshka mahsulotlarini aholiga arzon hamda sifatli yetkazilishi mamlakat rahbarining e'tiborida ekani yig'ilishda alohida qayd etilib, bu bo'yicha aniq vazifalar belgilandi. Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash bo'yicha bir necha yildan beri mana davlatimiz rahbari tomonidan tuman shaharlarning dehqon bozorlarida asosiy turdagi 12 turdagi mahsulotlarni narxlarini barqaror ushlab turish, ularni zaxiralash va yetarli darajada aholini doimiy ravishda ta'minlab borish bo'yicha tizim belgilab berilgan. Bizning tumanda ham asosiy turdagi o'sha qishloq xo'jalik mahsulotlarini zaxiralanganligi, ularning yetarli darajadaligi, ularni saqlanayotgan sharoitlari va davlatga aholiga yetkazib berilayotgan shart-sharoitlari o'rganib boriladi. Bunda asosiy urg'u shu narxni barqaror ushlab turish, narx-navoni sun'iy o'sib ketishini oldini olish bo'yicha ko'rilayotgan choralar tahlil qilib boriladi. Bu olib borilayotgan islohotlarning barchasi albatta aholining hayotini yaxshilashga, ularning farovonligiga va yosh o'sib kelayotgan avlodimizga yetarli shart-sharoit yaratish maqsadida olib borilmoqda. Tumandagi jismoniy va yuridik shaxslarga kredit mablag'lari ajratilishi natijasida 2026-yil yakuniga qadar tuman tijorat banklari tomonidan 1796 nafar doimiy ish o'rinlari yaratilishi ko'zda tutilgan. Kambag'allikdan farovonlik sari dasturi doirasida 7,1 milliard so'm mablag'lar evaziga kambag'allik reyestrida turgan 681 nafar fuqaroning bandligi ta'minlanib, 95 nafar fuqaro kasb-hunarga o'qitilishi reja qilingan. Hozirgi kunda Bo'stonliq tumanida alohida tumanning o'ziga 3 ta prezident qarori va farmoni, 8 ta vazirlar mahkamasining qarorlari qabul qilingan. Bu ham o'sha turizmni rivojlantirishga katta turtki bo'lib xizmat qilyapti. Shuni hisobiga hozirgi kunda
205 taga yaqin katta va o'rta loyihalar shakllangan. Hurmatli prezidentimiz tomonidan video selektorda berilgan topshiriqlardan va tahliliy materiallardan xulosa qildikki, yaratib berilgan sharoitdan to'g'ri foydalanib, agar loyihalarni to'g'ri joylashtirsak va uni amalga oshirishni nazorat qilib, tadbirkorlarga ko'mak bersak, bu loyihalarning hammasi pirovard natijada xalqimizga xizmat qiluvchi ishchi o'rni va investitsiya bo'lib hisoblanadi. Shularning ustida ish olib boryapmiz. Men yil oxirigacha ham hozirgi kunda 34 taga yaqin loyihalarimiz ishga tushishi evaziga 1,5 mingga yaqin doimiy ish o'rinlari yaratiladi. Bundan tashqari birinchi yarim yilda kambag'allik darajasi 4% gacha, yil yakuni bilan 1,9% gacha qisqartirilishi maqsad qilingan. Bizning zavodimizda ishlab chiqarish uchun barcha sharoitlar yaratib berilgan. Biz xom ashyo mahsulotlarini sotib olib, qolgan gidroagregat detallarini 100% shu qo'shma korxona o'zi ishlab chiqarmoqdamiz hozirda. Men uzoqdan kelganligim sababli menga yotoqxona berishgan. Shu yerda yotoq ishlayman. Bizda maxsus kiyim-kechak, 3 mahal issiq ovqatimiz, yotoq joyimiz, yotoq joydagi yuvinish joylari hammasi bilan ta'minlab berilgan. Oylik maoshlari ishchilarga ishlab chiqarilgan mahsulotiga qarab to'lanadi. Hozirgi kunda 10 milliondan 15 milliongacha ishchi xodimlarimiz oylik olishmoqda. Prezidentimiz tomonidan davlatimizda shunday ishlab chiqarish korxonalarini yaratilganligi, uzoq joylarga borib ishlamay o'zimizning yurtimizda, oilamizda oldida ishlayotganligimiz bizni juda ham quvontiradi. Biz bor kuch imkoniyatimiz bilan shunday yaratib berilgan sharoitlarda o'zimizning ustimizda ishlab, ish olib borishimizdan juda ham xursand. Aytish joiz, Bo'stonliq tumani ijtimoiy, iqtisodiy, geografik imkoniyatlari keng hudud. Agar barcha imkoniyatdan to'liq foydalanilsa va prezidentimiz belgilab bergan vazifalar ijrosi o'z vaqtida bajarilsa, yil yakunida Bo'stonliq yetakchi tumanlar qatoridan o'rin egallashi shubhasiz.